Ko'tarilyapti-ku. Doktorni chaqiraymi? Yo'q. Oyim kelmadilarmi? Hozir kelib qoladilar. Nozi, Xo'p. menga nimadir bo'lsa, oyimni yonlarida bo'lgin, xo'p. Ikkalamiz opa-singilmiz-ku. Unaqa demang, opa. Siz yaxshi bo'lib ketasiz. Oldingidek yana birga yuramiz. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Keyin Farhod akamdan ham xabar olib turgin, xo'p. Meni so'rasalar menman deb yonlarida turgin, xo'p. Ko'zlari ochilguncha yonlarida bo'lib turgin. Opa, unaqa qo'rqitmang. Unaqa gaplarni gapirmang. Siz hali yaxshi bo'lib ketasiz. O'zingiz bo'lasiz yonlarida. Oyim ko'rgim kelyapti, Nozi. Keladilar. Hozir kelib qoladilar. Chanqadim. Suv, hozir suv beraman. Hozir. Iltimos ochinglar. Opa, Bu yerda kimdir bormi? Sohiba opa, o'zingizni boshlang. Chiqib keting, baqiraman. Baqirur, baribir bizni hech kim eshitmaydi. Shu ahvolda ketaman deb hech ham o'ylamagan edim. Jon bolam, kechir. O'zlari ham menga tayinlab ketgandilar. Farhod akamga qarab turgandi. Tashab ketmaysan ha. So'z ber. Bir umr yoningizda qolaman deb va'da ber menga. Hali qo'limga tushsin, urib dabdalasini chiqaraman. Mana shu yerim yonib ketayapti. Bo'ldi, o'zingni qo'lga ol, Maktuba. O'zingni qo'lga ol, bo'ldi.